Zapis yondi. Assalomu alaykum hammaga, xayrli kech. Bugun sizlar bilan birinchi darsimiz. Agarda kimdadir zvuk ochiq yoki zvuk yo'q bo'ladigan bo'lsa, nastroykadan qarab ko'ringlar, chunki Zoom platformasini o'rganganlardan keyin unga razрешение berish kerak. Ya'ni bu yerga zvukni kontrol qila olish razresheniyasini buyrug'ini berishimiz kerak. Undan keyin sizlarda zvuk yonadi. Odatda hamma telefonda yonadi. Birinchi marta qo'yayotganlarda ekranda zvuk ochimi yo'qmi degan yozuvda ko'pchilik yo'qni bosib qo'yish mumkin. Shuning uchun nastroykada iloji bo'lsa zoomni yoqib olinglar. Xo'p, bugungi darsimiz 0-darsimiz hisoblanadi. 0-darsimiz bu tanishuv darsi bo'ladi. Siz va bozor tanishadi. Men emas, endi siz bilan bozor tanishadi. Xo'p, avvalambor sizlarga birinchi bo'lib dars jarayoni qanaqa o'tishi, iltimos mikrofonlarni o'chirib qo'yinglar. Dars qanaqa o'tishi, dars qachon bo'lishi, qanaqa o'tishi, mana shularni tushuntirib qo'yaman. Va dars mobaynida nimalar o'rgatiladi? Mana shu narsani bugun darsimizda gaplashamiz. Demak, avvalambor hammani tabriklayman. Sizlar mana shu onlayn guruhga qo'shilganlar uchun bu kursimizni sizlar uchun besplatniy sifatida bo'ladi. Sababi birinchi darsda sizlar to'lov qilasizlar, $500 hamma to'lov qilgan. To'lov qilgan mana shu 30 ta odam turibdi hozir darsimizda. Kurs bitirganlardan keyin, ya'ni bir oydan sal ko'proq vaqtda tugaydi. Sababi 8 ta darsimiz bir oyda bo'ladi, 2 ta darsimiz bir oydan keyingi oyda bo'ladi. Shunda dars tugashi bilan, 10-dars tugashi bilan hammani pullari qaytarib beriladi. Xo'p. Ismim Ahror, hamma taniydi. Har doim darsimiz mana shu Zoom platformasida bo'lib o'tadi va ekranda men trading viewda men tushuntiraman. Bu yerda mana bu leksiyani tushuntiraman. Bu yerda istoriyani tekshirib berishimiz mumkin yoki kelajakni prognoz qilishimiz mumkin. Video zapisni Telegramdan ko'rib olsanglar bo'ladi. Demak, bugungi birinchi darsimiz sizlar bilan kirish va tanishish. Endi buni birinchi dars deymiz, nolovoy dars deymiz. Nolovoy dars. Bugun strategiya o'rgatilmaydi, shunchaki bozor bilan sizlarni tanishtiraman va iloji boricha darsdan chiqib ketmaslikka harakat qilinglar, chunki darsdan chiqib kirsanglar men sizlarni qabul qila olmayman. Xo'p. Dars nimadan iborat? Darsimizda 8 ta dars ichida strategiyalar, bozor haqida tushunchalar beriladi va shularni bir boshdan tanishtirib o'taman. Birinchi mavzuyimiz, keyingi darsda o'tiladigan narsalar bu sessiyalar mavzusi hisoblanadi. Sessiyalar mavzusining ichida London strategiyasi bor. London strategiyasi va har doim sessiya almashganda narxni bir tomondan ikkinchi tomonga yurishiga qarab savdo qilish strategiyasi bo'ladi. Ikkinchisi patronlar, trendlar va kunlik narx yopilishi, ochilishi, o'tgan kunni urvinlariga qarab savdo qilish bo'ladi. Uchinchisi switchnoy analiz. Buning ichiga mix strategiyasi kiradi, H1 strategiyasi kiradi, S&P 500 ishlaydigan va mayda strategiyalar bor, ya'ni razvorot bo'lgan joyda razvorotni aniqlab beruvchi strategiyalar. 4-darsimizda bo'ladi SNR va SND, ya'ni bozordagi qo'llab-quvvatlash va qarshi zonalari hamda supply demand, ya'ni taklif va talab zonalarini aniqlash. Buning ichiga kiradigan strategiyalarimiz QM va QMM. Ikkita strategiya bor. QMM men efirda tushuntirganman, QMM ni tushuntirmaganman. QMM ni sizlarga tushuntiraman. 5-inchisi fundamental analiz. Fundamental analizga hamma fundamental analizga kiradi. Efirda o'rgatilgan fundamental analiz bo'yicha 3 ta 4 ta muhim yangiliklar bor deyilgan, lekin bizda ro'yxat rosa 10 ta muhim yangiligimiz bor. 9 tasi bu natijaga qarab kiradiganimiz, bittasi bu natijaga qaramasdan, ya'ni FOMS, mitingga qarab kiradigan analizimiz hisoblanadi. 6-inchisi order block va imbalans. Order block va imbalansning alohida strategiyasi bor. 7-inchisi SMC. SMC ni ichida order block va imbalans bor, lekin u alohida. Ya'ni order blockni ikki xil usulda ishlatishimiz mumkin. Birinchisi o'zini strategiyasi bo'yicha, ikkinchisi SMC ni ichida. 8-inchisi risk management va psixologiya o'rgatiladi. 9-inchisi brokerlar haqida tushuncha, brokerlarga sirsa o'tish, brokerlar bir-biridan farqlash va prop kompaniyalar va investorlar, prop kompaniyalar va brokerlar haqida tushuncha bo'ladi. 10-darsimiz Fibonacci. Fibonacci'ni ichki va tashqi urvinlardan foydalanish. Ichki, tashqi urvinlardan foydalanish. Mana shu 10 ta narsa, mana hozir sizlar skrin qilib qo'yishlar mumkin. Keyin mana shu 10 ta narsani biz sizlar bilan o'tamiz.
ichida ba'zi bir mayda chuyda narsalari bor, ularni tushuntirib ketaman. Juda ham ko'p strategiyalar bor, hammasini birma-bir tushuntiraman. Dars o'zida bu yoqqa yozib o'tirmadim. Ya'ni grid strategiyalari bor, masalan non topadigan strategiya bilasizlar, o'shanga o'xshagan boss cho'ch bilan ishlaydigan strategiyalar bor. Masalan, boss cho'ch bilan ishlaydigan strategiya SMC ni ichiga kirib ketadi. Fibonacci'ni ichida ishlaydigan SMC ni ichida ishlaydigan Fibonacci bor, mix ishlaydigan Fibonacci bor va supplement ishlaydigan Fibonacci bor. Fibonacci turlari ko'p. Shuning uchun Fibonacci'ni ichiga maydalab kiritib olganmiz. Darsimiz shulardan iborat. Har bitta darsni videosi zapis qilib qolinadi va oldindan aytib qo'ying, mabodo zapisni sizlar olib keyinchalik sotmoqchi bo'lsanglar kimgadir, maslahatim biroz so'ranglar. Men yo'q demayman, bemalol sotsanglar bo'ladi, men yo'q demayman. Sotayotganingiz просто men aytaman, mana bu mavzular kerak emas, sotish shart emas. Nimaga? Chunki ular qo'shimcha joylari bor, sizlarga o'rgatilmagan. Agar uni sotib qo'ysangiz, ular ishlata olmasa, qo'shimcha joy bilan birga ishlata olmasa, sizdan ko'rishadi. Shuning uchun iloji boricha sotishdan oldin bitta aytsanglar, men bilan sotsanglar, uверенный kirsa bo'ladigan strategiyalar deb aytaman. Demak, bu yerda hech qanday praktika yo'q. Bir oy davomida faqat leksiya o'tiladi. Leksiya bitirganingizdan keyin plyus qaytarib beriladi. Bo'ldi, shu bilan siz bilan xayrlashamiz. Xo'p, dars tugagandan keyin nima bo'ladi? Gruppa yopiladimi, yo'qmi? Gruppa yopilmaydi. Gruppa umrbod qoladi, qachonki siz chiqib ketmaguningizga qadar. Lekin 10 ta leksiyani o'tib bo'lganimdan keyin, darslar o'tib bo'lgandan keyin men guruhdan chiqishim mumkin. Chunki menda juda ham guruhlar ko'p. Chaqlamaslik uchun sizga shunchaki bilimni beraman, bor imkoniyatdan foydalanib strategiyalar o'rgataman va guruhdan oxir tark etaman. Ungacha bemalol dars jarayonida so'ralgan savollar, tushunmagan joylar yoki darsdan tashqari bo'lgan tushunmagan joylarni guruhda so'rashinglar mumkin. Guruhda onlayn qo'ldan kelgancha poddержка qilib turaman. Lekin har doim 24 soat deya olmayman, sababi vaqt menda juda ham chegaralangan, vaqt kam. Bo'sh vaqtlarim kiraman, shanba kunlari kimlarda savol bo'ladigan bo'lsa, guruhda javob berib, tushunmagan joylarni tushuntirib, hamma narsani chizib ko'rsataman. Ana endi birinchi darsni davomiga o'tamiz. Kirish va tanishish. Sizlar bilan bozorni tanishtiraman. Biz ishlaydigan bu sfera trading deyiladi. Inglizlarga trading yozadi, o'zbeklar buni trading deb o'tishadi. Bu savdogarlik. Trade degani savdo qilish, trading savdogarlik degani. Savdogarlik turi juda ham ko'p. Savdogarlik turi qanaqa? Xo'p, misol uchun kiyim-kechak bozorida qilinadigan savdo bor, mashina bozorida qilinadigan savdo bor, odam savdosi bor, shunga o'xshagan har xil savdogarliklar bor. Va shularga o'xshab bizning birjada ham, ya'ni jahon moliya bozorida savdo turlari bor. Birinchi savdo turi aytiladigani bu aksiyalar. Aksiyalar, buni stock market deyishadi. Stock market, aksiya bozor. Ba'zilar IPO deyishadi va shunga o'xshash stock market, IPO bular hammasi aksiya bozoriga kiradi va biz bunda ishlamaymiz. Chunki men bu narsada master emasman. Aksiyalar bo'yicha boshqa uchirma sentrlar bor, yaxshi o'qitadigan, ularda ishlasanglar bo'ladi. Keyingisi Binance ishlaydigan platformasida ishlaydigan, ya'ni bu kripto bozori, inglizchada kripto yoziladi. Bularga kiradi eng mashhurlar Bitcoin, Ethereum, Solana, ADA yoki Luna. Endi juda ham ko'p, mingga yaqin menimcha bor kriptovalyutalar. Kriptovalyutalar haqida, kriptovalyutalar strategiyalari alohida bo'ladi, aksiyalar strategiyalari alohida bo'ladi va biz ishlaydigan, men sizlarga o'rgatadigan bozor bu forex bozori. Forex bozori foreign exchange so'zidan olingan, mana for olingan bundan, exchange so'zi x olinganda forex so'zi, ya'ni chet el valyutasini ayirboshlash, exchange ayirboshlash degani foreign chet el degani. Bu nima? Biz oddiygina dollar purish ishini onlayn tarzda ishlatamiz, ya'ni bank bilan savdo. Biz bank bilan savdo qilamiz, lekin bankdan to'g'ridan-to'g'ri bitim ochmaymiz, orada broker bo'ladi. Buni hali brokerlar mavzusiga o'tamiz. Shunaqa shotlar bor, shotlar ikki turga bo'linadi. Birinchisi broker tomonidan ochiladigan shotlar, ikkinchisi markaziy bank tomonidan ochiladigan shotlar. Markaziy bank tomonidan ochilgan shotlarda komissiya spreadlar kam bo'ladi, lekin unda ochilganda problem bo'lsa, broker bunga javob bermaydi. Broker tomonidan ochilgan shotlarda spread komissiya katta bo'ladi, chunki broker undan foyda ko'radi, lekin unda bo'ladigan muammolarga broker javobgar. Ya'ni undan pul yechish, pul kiritish, qanaqa gap bilan narx ochilganda muammo bo'lishi yoki stop loss urmasligi, bularga broker javobgar bo'ladi. Bu haqida broker darsida yana tushuntirib o'taman. Va sizlarga iltimos qolarim, shu paytgacha o'tgan hamma, masalan, hamma tradingni bilib kirgan, sal tushunchasi bor, bitim ochadi hichoq. Shu paytgacha o'rgangan biliminglarni bir chetga surib turasizlar va sizlarga boshqatdan noldan, ya'ni boshqa tarz, boshqa yo'nalishda bilim beriladi. Demak,
mana shu Forexda biz ishlaymiz. Mana shu strategiyalar, biz o'rgatadigan strategiyalar hammasi Forexga tegishli. Bunga tegishli emas, bunga tegishli emas, faqatgina Forexga tegishli. Forexning ichida yana bitta strategiyalar bor. Mana bu yo'nalishimiz bor. Spot market. Spot market bu metallar. Metallar. Metallarga kiradigan strategiyalar bular, masalan, VTI, tilla, VTI bu neft, tilla HUSD yokida aytaylik oil deydi. Bu ham neft, HUSD, kumush, shular bilan ishlaydigan strategiyalar bor. Ularni ham alohida tushuntirib o'taman. Mana shular bo'yicha biz ishlaymiz. Bitta istisno qiladigan holatimiz stok marketga yaqin bo'lgan bu narsa. Stok marketga yaqin S&P 500, US 500, US 100, US 30, xolos hammasi birgur. Bular aksiyalar jamlanmasiga ega bo'lgan indekslar hisoblanadi. S&P 500 bu nima? Bu 500 ta kompaniyani aksiyani o'rtacha narxi. Ya'ni misol uchun olma narxi $10, nok narxi $15 va shunga o'xshash har xil meva, 500 ta meva narxi har xil narx bo'lsa, hamma narxlar yig'iladi va o'pish 500 ga bo'linadi. Shunda o'rtacha narx chiqadi. Mana shu o'rtacha narxi degan. Va sizlar mana bu ekranda ko'rib turgan S&P 500 dagi mana bu $4457 ham 500 ta aksiyani o'rtacha yig'indisi. Qaysidir aksiyalar $1000, qaysidir aksiyalar $5000, qaysidir aksiyalar $8000 degan o'rta narxi $4456. Bu tilla. Biz foydalanadigan istochnikimiz o'anda. Misol uchun TradingViewga kirsanglar, chap tomon tepani bitta bosasiz, HUSD deb qidirsangiz juda ham ko'p tillalar chiqadi. Bizga kerakli o'anda. Nega? O'anda ikkita markaziy bank o'rtasida oldi sotishni ko'rsatib beruvchi istochnik hisoblanadi. Forex.com, FX.com yoki mana bular mahalliy banklar bilan markaziy banklar o'rtasidagi tafovutni ko'rsatuvchi anaqa istochniklar deyiladi. Istochnik degani bizga bozorni grafik orqali ko'rsatib beruvchi kompaniya. Вот. Ana endi bizda ikkita narsa bor, buy va sell. Buy va sell. Buy sotib olish, sell sotish. Endi buy stop, sell stop, buy limit va sell limitlar bor. Bularni biz kelajakda albatta ishlatamiz. Agar kimda kim buy stop, sell stop, buy limit, sell limit haqida informatsiya ega bo'lmasa, dars tugagandan keyin gruppaga yozinglar. Men sizlarga o'sha o'zim tushuntirgan videoyim bor. Iminni mana shu videoni tashlab qo'yaman, keyin tushunib olasizlar. Bizga juda ham kerak bo'ladi bu narsa. Buy limit, buy sell limitlarni biz Fibonacci ishlatamiz, buy stop, sell stoplarni newslarda ishlatamiz. Keyingisi, bozorda bizni bozor bilan bog'lovchi shaxs bu broker hisoblanadi. Mana shu broker bo'lganligi uchun ham biz bozorda slif qilamiz. Agarda bozorda broker bo'lmaganida biz slif qilmasdik. Nimagaligini hozir tushuntirib beraman. Misol uchun bu biz va brokerga pul tashlaymiz. Broker o'sha pulga bozordan valyuta sotib oladi va bozor, ya'ni banklar brokerga valyuta beradi, brokerlar esa o'sha valyutani bizga qaytarib beradi. O'rtada broker bu yerda trader va bu yerda market. Market deymanda regional bank va sentralniy bank. Ikkita bank bor, markaziy bank va mahalliy bank. Bir-biridan farqini tushuntirib o'taman. Xo'p, mahalliy banklar bular sizlar bilgan, misol uchun Capital Bank, Infinbank, Trust Bank, bular hammasi mahalliy banklar, lekin markaziy bank bu O'zbekiston Markaziy banki. O'zbekiston Markaziy banki kursni belgilaydi, talab taklifga qarab kursni belgilaydi va o'sha kurs bo'yicha valyutalarni mahalliy banklarga tarqatadi. Mahalliy banklar esa markaziy bankdan olgan kursning ustiga ozgincha summani qo'yib xalqqa sotadi va o'sha yerdan pul ishlaydi. Lekin xalq hech qachon markaziy bankdan to'g'ridan to'g'ri valyuta sotib olish huquqiga ega emas. Sabab bu monopoliyaga qarshi kurashish deyiladi. Misol uchun un zavodi bo'ladigan bo'lsa, siz ham un zavodiga borib bir qop un ola olmaysiz. Siz cheres broker orqali olasiz. O'zbekistonda ham xuddi shunaqa. Ya'ni aholi majburiy ravishda ishlatadigan narsalarini davlat o'z kontroliga olgan va cheres broker orqali sotib olamiz. Agar siz bankka yoki un zavodga borib primoy un sotib olganingiz edi, tanish bilish qilib un zavodidagi hamma unni sotib olib bozorda juda katta narxga sotishga imkoniyati bo'ladi. Shuning uchun ham masalan Bill Gateslar, Elon Musklar 100 milliard, 200 milliard dollar puliga O'zbekistonni sotib olishmaydi. Chunki bizning mahalliy banklarda unaqa nima yo'q. Ограничение bor, ограничениyadan o'tish olmaydi.
Agar ograncheniya bo'lmaganda edi, hozir ular bitta davlatni qashshoq yoki boy qo'rgan bo'lishadi. Xo'p, davom etamiz. Nima sababdan broker bizani slif qiladi? Misol uchun aytaylik, mani uyimda $100 pulim bor. Endi kimlardir eshitgan, kimlardir eshitmagan, lekin majburman o'tishga. Bitta qaytarib olishimiz uchun. $100 pulim bor. Men $100 pulni bankka olib boraman. Voy mana. Bankka olib borib $100 qo'ydim. Bankda men borganimda 12.000 edi. 12.000 kurs narxi $100 1.200.000 ga maydalab aytaylik, masalan, mana shu $100 emas, $1 deylik, mana osonroq. $1 olib bordim, 12.000 ni qaytarib olib keldim. Bu yerda $1 qoldi, men uyda 12.000 bor. Va mana shu $1 narxi tushdi pastga. Ya'ni $1 narxi tushdi degani 12.000 dan 11.000 ga tushdi. Kurs tushdi. 12.000 11.000 ga tushgandan keyin mana uyimda 12.000 pul bor edi. Mana shu 12.000 dan 11.000 ni ajratib bankka boraman. 1000 so'mini uyda tashlab kelaman. 1000 so'mni uyda tashlab kelaman va kurs bo'yicha men shu narsani yana $100 qilib uyga qaytaman. $100 qilib uyga qaytaman va menda uyimda $100 va 1000 so'm bor. O'sha men foydalanaman. Ya'ni kurs valyuta ayirboshlagandan foyda qildim. Vot. Endi yaxshilab e'tibor berasizlar. $12.000, 12.000 so'm kursimiz 11.000 ga tushdi degani pashti 9% ga tushdi. Agarda o'zbek so'mi 9% ga tushsa, men bu yerdan 10% foyda qilyapman. O'sha bu yer necha foiz tushganmiz, shuncha foiz foyda qilyapman. Mana shunaqa tushuniladi. Agarda qachonki bankda narx 0 bo'lib qolsa, 0 bo'lib qolsa, ya'ni $1 0 so'm bo'lib qolsa, ana o'shanda meni uyimdagi $100 pul 0 bo'ladi. Faqat ungacha 0 bo'lmaydi. Agarda bankdagi kurs 50% tushib ketib qolsa, meni uyimdagi pulning qiymati ham 50% tushib ketib qoladi. Va slif nimaga bo'ladi? Sabab slif. Tasavvur qiling, mana tilla 1903 narxi. Agar tilla 1903 da kimdir bay olgan bo'lsa, bu mana faqat aytaman, kimdir bay olgan bo'lsa, 1903 dan 1896 ham emas, aytaylik, mashga tushib ketdi. 1800 juda tushib ketdi, mana 1000 punktlar tushib ketdi. 1903 dan 1875 ga tushib ketadigan bo'lsa, men albatta slif qilaman. Ko'pchilik unga yetib bormasa slif qiladi. Ko'pchilik. Men taxmin aytayman. Lekin bu necha foizga tushganligini mana hozir hisoblaymiz. Kalkulyator ochamiz. Demak, 1875, 1904. Demak, 2% ga tushibdi, 1,5% ekan, 1,5%. Tillar narxi 1,5% ga tushganda men qanaqasiga 100% pulimni yo'qotib qo'yishim mumkin. Ba'zilar даже bu joyga emas, mana bu joyga kelganda slif qilishadi. Qanaqasiga bu narsa bo'lishi mumkin degan savol tug'iladi. Bu narsa bo'lishi sabab biz broker bilan ishlashimiz. Biz hech qachon bankdan primoy pul sota olmaymiz, onlayn через broker orqali olamiz. Endi savolga qarshi aks ta'sir savoli bor. Mayli aytaylik, bozorda kurs tillar narxi 1,5% tushibdi. Agar men sell qilganimda hozir depozitim 1,5% ko'tarilgan bo'ladi. Misol uchun men depozitimda $1000 pul bo'ladigan bo'lsa, o'shanga qo'shilardi $15. Voy. $15 qo'shilgan bo'ladi. Tasavvur qiling, narx 1,5% ga juda katta punktga tushib ketib qoldi, lekin men atiga $15 foyda qildim. Bizi treyderlar mana shunga foyda emas, ko'proq daromad qilish uchun broker bilan ishlaydi va kredit yelkasi degan narsa mavjud. Ya'ni biz brokerdan kreditga pul olamiz. Bu kreditga pul olish nima degani? Misol uchun menda $1000 pulim bor. $1000 dan bir kunda $1000 foyda qilmoqchiman. Buning uchun tillar narxi 200% ko'tarib ketish kerak. Buni iloji yo'q, albatta bu narsa bo'lmaydi. Bu narsa bo'lish uchun qaysi dollarga ikkita atom bombalar tushishi kerak. Xo'p, $1000 bor edi, men buni ko'paytirishim kerak. Men nima qilaman? Brokerdan qarz olaman. Broker $1000 ga $99.000 qo'shib beradi. $99.000 qo'shib beradi kredit evaziga, ya'ni kredit yelkasi deyiladi. Biz $1000 bilan $99.000 qo'shib $100.000 ga sotib olamiz, misol uchun yevro dollar sotib olganda, yevro sotib olsak $100.000 sotib oldik. $100.000 dan yevro narxi 1% ko'tarilsa, 1% ko'tarilsa, men $1000 foyda qilaman. Va o'sha foydani broker menga beradi. Va slif qilishimning sababi ham xuddi shunaqa. Tasavvur qiling, shu ikkalasiga sotib oldik. 1% ko'tarilsa men $1000 ishlayapman, lekin narx 1% tushsa, mana shu общий $100.000 puldan 1000 o'sha minusdami?
broker sizni self deb e'lon qiladi va bitimni yopadi, 99 ming dollar pulni bozordan olib ketib qoladi va siz 1000 dollar pulingizni bozorga berib qo'ygan bo'lasiz. O'shaning uchun hedge fondlar yiliga 3-4% yoki maksimal 10% ishlashadi. Hedge fondlar yiliga 10% ishlaydi degani bu juda ham zo'r ko'rsatkich. Nimaga? Chunki ularda 100 milliard dollar puli bo'ladigan bo'lsa, bir yilda 10% degani bu 10 milliard dollar degani. 10 milliard dollar endi 1 million dollardan endi aytmayman, uni u yog'ini ancha bo'ladi. Ya'ni 10 milliard dollarga siz bemalol bitta Bugatti narxi 3 million dollar bo'ladigan bo'lsa, 3 tasi 300 bilmayman 900 dona Bugatti sotib olasiz. Menimcha sal tasavvur qil deydi 900 Bugatti nimaligini. Xo'p, mana shu kreditni plechodan to'g'ri foydalanish uchun bozorda strategiyani ishlatamiz va uni oldida doim risk menejment degan narsa bo'lishi kerak. Trading sohasida hech qaysi sohada mavjud bo'lmagan alohida yo'nalishi, alohida darsi bor. Bu risk menejment va psixologiya. Nimaga imенно Forexda risk menejment o'rgatiladi? Sabab biz o'zimiz yurg'izayotgan kapitalni riskka amal qilib foyda qilishimiz. Agar riskka amal qilinmaydigan bo'lsa, xuddi shu 1000 dollar self qilganga o'xshab, siz shu yerda self qilib yuborasiz. Shuning uchun riskka amal qilish kerak. Bu haqida hali risk menejment darsida alohida to'xtalib gaplashamiz. Va keyingi narsa. Biz ko'rib turgan mana bu bozor, bu realniy bozorga yaqin, lekin aslida realniy emas. Realniy degani qanaqa? Misol uchun hozir tilla narxi 1903 dollar bo'ladigan bo'lsa, Amerikaga yoki Yevropaga borib turib 1903 dollarga tilla sotib olamiz. Dalil время qaysidir bankda tilla narxi 1910 dollar yoki 1900 dollar. Ya'ni mana shu ikkita liniya orasida, o'ynab yuradi mana shu. Bu narx o'ssa, bu ham mana shu katta narx orasida o'ynab yuradi. Va bizni grafikimiz mana shuni orasida mana shuni yuradi. Sizlarni minus qilib, plus qilib, minus qilib, plus qilib mana shuni yuradi. Mana shu o'yin orasida biz minus qilmasligimiz uchun sizlarga o'sha strategiya o'rgatiladi. Va bozor, siz ko'rayotgan bozor bu bankda o'tirgan qanaqadir bankirlar tomonidan boshqarilmaydi. Bu kvantiviy kompyuterlar tomonidan boshqariladigan va to'g'ri qilib aytganda shu kompyuterlashtirilgan tizim. Chunki trillionlab pul aylanayotgan joyda qanaqadir bitta odam o'tirib olib sekundiga 100 mingtalab amalni bajara olmaydi. Bizga o'xshagan treyderlar dunyoda millionlab, ular har sekundda, har minutda bitim ochishadi va bu bitimlarni hech qanaqasiga odam o'zi salohiyati bilan kontrol qila olmaydi. Shuning uchun kompyuterda o'sha mexanizatsiyalar ishlab chiqarilgan, o'shalar kontrol qiladi. Shuning uchun bizga dars davomida ko'proq sizga Fibonacci va matematik jihatdan riskka amal qilib foyda qilishni o'rgatamiz. Bu nima degani? Misol uchun oddiy aytadigan bo'lsam, masalan, mana bu maksimalda, mana bu minimalga tortadigan bo'lsak, mana bu zona narx qulagan va dальнейшем o'tadigan bo'lsak, bu yerda order blokimiz bo'ladi. Mana order blokimiz. Mana bu yerda keyinchalik o'tamiz. Bizda bossimiz bor, order blokimiz bor. Order blokdan biz sell qilishimiz kerak. Men izini olmadim. Endi oldim mana izini. Order blokdan sell qilishimiz kerak, mantiq chiqqanda bu yoqdan sell qilishimiz kerak, boss yorug'ini kutib o'tirishimiz kerak va shunga o'xshagan har xil narsalar. Fibonaccidan foydalanamiz, Fibonacci urg'ilaridan. Fibonacci yorib o'tgan urg'ilaridan u hali o'tamiz u strategiyalarni, o'zinglar ko'rib hayron qolasizlar. Imенно aytilgan joyidan quliydi. Mana maksimal minimal tortamiz, yana xuddi shu zonada narx qilaveradi. Yoki yorib o'tgan switchadan Fibonacci tortamiz, bu yoqqa Fibonacci tortamiz, 1.638 narx qaytaveradi. Hammasi qanaqadir matematik bir-biriga to'g'ri keladigan narsalar. Bu yerda hech qanaqa odam imon narx mamd kelgandan keyin bo'ldi, endi narxni qaytaramiz, sotganlar sotib olamiz degan narsa yo'q. Bu yerda shunchaki kompyuter kirgan chiqqan pulni kontrol qilish jarayonida bizani pullarimiz plyus yoki minus qilib beradi. Ana endi psixologiyadan psixologiyada ozgina narsa bor. Misol uchun 1-2 strategiyasi degan narsa bor. Ya'ni kimdir aytadi, masalan, boshqa uchinchilar o'qiganlar biladi. Stop lossni 10 punkt, take profit 20 punkt. Ya'ni foyda qilsam men 20 dollar foyda qilaman deydi. Zarar qilsam 10 dollar zarar qilaman deydi. Va shu strategiya bo'yicha ishlaymiz. Risk menejment shundan iborat deyshadi, afsuski unday emas. Bu bitim qachon ochiladi? Masalan, narx chiqdi, tushdi, 2 marta chiqib tushgan bo'lsa, siz mana shu yerga resistance deysiz, har bir narsa haqida o'tamiz. Ikkita qarshi zonasi, agar narx buni yorib o'tib, retest qiladigan bo'lsa, hamma mana shu joydan buy qiladi. Mana shu joydan buy qiladi, stop loss tagida, take profit 1 ga 2. Mana hozir 1 ga 2 sotishini qo'yib qo'yaman. Vot mana 1 ga 2 bo'ldi. Minusimiz 10 dollar, take profitimiz 20 dollar.
narx tepaga chiqadi, lekin ikkiga yetib bormaydi. Mana shu joyda narx pastga qulaydi. Va mana shu narsa Fibonacci deyiladi. Ya'ni yorib o'tgan urindan minimalgacha tortamiz, narx 1.18 dan qaytib ketib qoladi. Bu hammasi tizimlashtirilgan soha. Shuning uchun biz 1 ga 2 degan narsa yo'q bizda. Bizda shunchaki Fibonacci ichki va tashqi urug'lardan foydalanib ishlaymiz. Bozorda 90% odamlar minus qiladi, sabab ularda risk menejment yoki psixologiya yo'q, yoki bir muntazam strategiya yo'q. Bozorda ishlatiladigan eng kichkina, eng oddiy va sodda strategiyadan risk menejment amal qilib ishlasanglar ham juda katta foyda olsanglar bo'ladi. Bunga misol, birov 3 tamida 3-chi yo 2-chi gruppamda bitta bola oddiygina paglashina qoidasidan, paglashina qoidasini ma'lum bilasizlar, oddiy paglashina ishlatgan, ketma-ket 20 ta paglashinani qo'yib yubormasdan H1 time frame ishlatgan. Har bittasi stop va tek bor, stop tek 1 ga 2, stop tek 1 ga 2 paglashina xuddi shunaqa ishlagan. Va umumiy $1000 pulni $4600 foydaga olib chiqqan. Kichkina strategiya. Nimaga? Chunki riskka amal qilgan. U emotsiyaga berilmagan. Endi paglashina, mana masalan, men paglashina bor, narx kirdi, bay qilgan, tepaga chiqqan, yopgan. Yana qaytib, mana bitta paglashina bor, narx kirgan, bay qilgan, tepaga chiqqan, yopgan. Masalan, bitta bay qilgan, narx pastga tushib, stop turgan, kutgan. Paglashina bor, narx kirgan, stop turgan, kutgan. Xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa ishlagan. Mana bitta paglashina bor ekan, narx kirgan, sell qilgan, tushgan, foyda qilgan. Stop loss masalan $10, take profit $20 qilib ketma-ket ishlab ketavergan. Va shunaqa qilib foydaga erishgan. Demoqchi bo'lganim, men strategiya o'rgatish meni vazifam, risk menejment psixologiya amal qilish bu sizlarning vazifanglar. Hech kimga men garantiya bera olmayman, dars o'tgandan keyin siz yaxshi trader bo'lasiz deb, chunki maktabda, har qanday maktab, institut, kollej, har qanday oliy ta'lim muassasasida bitiruvchilar ichidan bo'lsa 2 ta yoki 3 ta odam qizil diplom oladi yoki qizil shahodatnoma oladi. Qolgan 80-90% odam 4 yoki 3 ba'zan atchistlayni bo'ladi. Nega? Chunki u darsda o'tirgan, uni qizil diplom olgan o'rtog'i ham darsda o'tirgan, qizil diplom olgan o'rtog'i uyiga borib dars qilganda, bu dars qilmagan. Shu sababli kimlardir olish salohiyati boshqacha, kimlardir olish salohiyati boshqacha, o'qishga bog'liq. Strategiya o'rgatish, bozorni tushuntirish meni vazifam, uni ishlata olish sizlarning vazifanglar. Menimcha tushuntira oldim. Shuning uchun iloji boricha shu o'rgatilgan narsalar aytildimi, o'shani qilish kerak. Va bizda eng asosiy oltin qoidamiz: ertalabki soat 10:00 dan kechki soat 21:00 gacha savdo qilinadi. Undan boshqa savdo qilinmaydi. Eng oltin qoida shu. Iltimos, ertalab soat 10 gacha bo'lgan holatda menga grafik tashab turib, mana bu yerda nima bo'ladi deb so'ramanglar. Agar shuni so'rasangiz so'kib beraman. Biz odammiz, biz ishchimiz, biz bitta kasb egasimiz, biz haligi manqurt yoki kuchli emasmiz, 24 soat uyda qo'riqlaydigan. 9 dan keyin uxlash kerak, dam olish kerak, oilaga vaqt ajratish kerak, 10 gacha ertalab svej uyg'onib, keyin ishlash kerak. Kimda-kim kechasi bilan uxlamasdan, bozor ochilish yopilish tomosha qilib o'tirib, ertalab analiz qilib o'tirgan bo'lsa, unda uyqu rejim buziladi va bu albatta psixologiyaga ta'sir qiladi. Bu sizni bozorda riskovniy nima deydi, riskovni qaror qabul qilishingizga olib keladi. Shuning uchun 10 dan 21:00 gacha va bizning strategiyalar ham ertalabki soat 10 dan kechki soat 21:00 gacha ishlatiladi. Boshqa paytda emas. Xo'p, yana nima deyishim kerak? Bozor haqida tushuncha. Endi bozor haqida ancha narsa gaplashishimiz kerak edi. Ko'p narsani efirda gaplashib qo'yganman, shuning uchun cho'zib o'tirmadim. Nima? Yana nima tushuntirishim kerak sizlarga? Taka hozir shu yana ismim kelsa aytaman. Mikrofonlarni yoqaman, kimda savol bo'lsa bemalol bersanglar bo'ladi. Mikrofonlarni yoqdim, kimda savol bo'lsa marhamat. Ahror aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Labbek. Aka, xudo xolisi darsni oxir tugallanishida bolalar o'ziga maslahat berasizmi? Ya'ni o'sha nima desam bo'ladi? Sizga mana bu strategiya yaxshi o'xshayapti yoki buni o'zimiz bir aniqlab olamizmi? Chunki strategiyalar ko'p ekan. Tushundim. Hozir mana shu ismi kelmadi. Strategiyalar ikki xil. Birinchisi pul marji. Bu riskni kontrol qilmaydigan, azart kuchli, yorib yuboraman, $100, $1000 qilib yuboraman deganlarcha alohida strategiyam bor. Stabil, tom tursa bo'ldi, tomon daryo bo'lur deydiganlar uchun stabil dohodga olib chiqadigan strategiyalar bor. Bunda stop loss take profit bor, bunda stop loss take profit yo'q. Full marja bu yoqda stabil dohod. Stabil dohod 1 yilda $1000 20 qilishingiz mumkin. Full marja 1 oyda $1000 20 qilishingiz mumkin yoki slif qilishingiz mumkin.
manimcha tushuntira olaman. Mana shu ikkala turdagi strategiyalar hammasi tushuntiriladi. U endi kimdir riskovaniyga ishlayman desa, unda ishlaydi, kimdir menga stabil kerak desa, kutib o'tiradi tochkasini. Kutib o'tiradi, kiradi, bo'ldi. Kuniga 10% qiladi, chiqib ketadi bozordan. Buni dars davomida gaplashamiz. Har bitta strategiya o'tirilayotganda bu pul marjali, bu stabil dohodli, bunda stop bo'ladi, bunda stop bo'lmaydi. Tushuntiraman hammasini. Ha, bo'ldi, tushundim aka. Rahmat. Dars oxirida emas, dars davomida aytib ketaman hammasini. Ahror aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, o'zingiz qaysi birida ishlaysiz shulardan? Nima deganingiz u? Full marjadanmi, stabil dohoddanmi? Manda har xil, masalan, bir zerikib qolsam ham pul marjaga o'tib olaman deb tiqaman pulni. Atak stabil dohod uchun shotlarim. Manda ko'proq stabil dohod uchun, chunki investorlar bilan ishlayman. Pul marjaga ba'zida haligi hisob turaman qiziqishga. Kelasam ishlaman. Rahmat. Rahmat. Instagramga olib borayotgan $500 bu full marja bo'lyapti, to'g'rimi? $500 kira qilib. Da, o'sha aka. Full marjan deb bo'lmaydi. Tochkasini kutaman, eng tochkasini o'shadan, ya'ni masalan, men tochkasi kutamanda, shu tochkasi kelmaguncha bitim ochmayman, kelgandan keyin ochaman. Hozir. Bundoq chizib oladigan bo'lsam, aytaylik, bu mashta sodir bo'ldi. 23 avgust kuni 13:00 sodir bo'lgan ekan. Men kutaman. 9 avgust kuni 13:00 sodir bo'lgan ekan. Men kutaman va 10 avgust kuni kech payt kiraman. Ya'ni bir kundan sal ko'proq vaqtim ketar ekan. Imini kutaman, kelgandan keyin kiraman. Va bitta oqqanda bo'ldi, bitim yo'qman. Pastgacha ushlab turmayman. Mana mashtadan tiqaman, mana bu yopaman, bo'ldi. Atkat o'zi ishlab olaman. Bo'ldi, tushunarli aka. Sizlar ham tomosha qilasizmi Instagramda? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Haligi matematikda shunday strategiya bor deganda shu haqida ozgina ma'lumot bersangiz. Yo'q, u matematik strategiya bitta o'rgatilmaydi. U hali offlayndan o'rgatilmaydi paka. U matematika oid bo'lgani uchun ko'pchilik hisob-kitob bilmaganligi uchun slif qo'yish ehtimoli bor. Qanaqa? Vaqtini ochib, vaqtini yopish kerak. 80 punkt raznica bo'lgandan keyin 100 punkt raznica bo'lgandan keyin sразу yopish kerak. Ko'pchilik уже normalniy foyda dashlab turaman deb turib yopmaydi va shu strategiya orqasida minus qilib turib, ertaga efirga chiqib turib, mana shu strategiyani minus qildim demaslik uchun. Masalan, oddiy odamlar ildiz ostida 2 necha tengligini ham bilmaydi. Pi son necha tengligini ham bilmaganlar bor. Bitta pi soni bor, giperbola, parabola implementasiyasida alohida platformasi bor, matematika o'sha programmasi o'rnatilgan, unga qarab turiladi. Ahror aka, kira qilib pul topasiz-da, ne ko'rmaymiz istoriyada. Anaqa qo'yganingizni Instagram sizni kuzatib boramiz. Kira qilib turib pul topib qo'yasiz-da. Men shuncha odam nimaga qo'ymaysiz? Minus silib qilayotganda shuncha odam siz kira qilib turib pul topasiz. Hamma sizni kuzatadi Instagramda. Xo'sh, nima qilay hozir? Yo, demoqchiman, kuzatadiganlar ko'p sizni. Shu to'g'risida. Ha. Uxlab ham pul topasiz-da, hozir qo'polroq qilib gapirgan. Ha. Endi qanaqa tushuntirsam ekan? Prosta bozorda sal e'tiborli bo'lsanglar bo'ldi. Ko'pchilik strategiya o'rganadi. Mana bunaqa narsa bo'ladi. Tasavvur qilinglar, mana hozir tushuntirib beraman. Sizlarda mana patern bor, hamma biladi, jumurchak patterni. Mana narx chiqadi, tushadi. Yorib o'tgandan keyin retest tepaga ketish kerak yoki primo tepaga ketish kerak. Hamma biladimi shu narsani? Shunaqa o'rgatilganmi sizlarga? Tasavvur qiling, shunaqa narsa bo'ldi. Bo'lgandan keyin pastga tushdi, sizlar mana buyoqda bay qildinglar. Narx ozgina tepaga chiqib turib, pastga bitta yorib qo'ydi. Bu yerda nima bo'ldi? Bu yerda bozor strategiyadan chiqdi. Ya'ni sizni mana bu yerdagi bayingiz mana bu stop purdi. Mana shu holatda bozor strategiyadan chiqqan, ya'ni уже ishlamayapti strategiya. Bu yerda уже nimadir nito holat bo'lsa, ko'pchilik mana stop pursa, mana bu sell qiladi. Mana bu zona yorib o'tdi deydi, mana 1, 2, 3 ta zona bor-ku. Buni yorib o'tdi deydi, keyin narx qaytgandan keyin mana bu sell qiladi. Past ketsa baxti, past ketmasdan tepaga ketsa, bo'ldi, bu hamma stopini yiqqan uchun tushgan ekan deb turib, keyin mana bu bay qiladi. Keyin bozor mana shu flatda o'ynab yurib qolgan holat bo'ladi. Demoqchi bo'lganim,
sizda 42 ta oyna bor, 8 ta para va 8 ta parani 5 tadan hisoblaganda 40 tadan 40 degan 42 ta anaqani qo'ysak, Bo'lgan 42 qo'ysak, qo'yman. 42 ta oyingiz borda. Bitta mana bu narsa minus bo'ldimi? Buni o'sha chiqib ketish kerak bu paradan. Demak, nimadan nito chiqib ketish kerak, boshqa paraga o'tib tashlash kerak. Odamlar shuni qilmaydi. Shuni qilmaydi. Ya'ni bitta joyda minus o'tiradi o'sha yerda. Strategiya bo'lmasa ham o'tiradi. Men bitta sel qilayotganda o'ylamaydi. Strategiya bo'yicha mabodo narx pastga yorib bo'lsa sel qilish kerak degan joyi bormidi deb o'ylamaydi va minus qiladi. Oldin o'ylash kerak, shunaqa strategiya bo'yicha shunaqa joyi bormidi? Yo'q, bunaqa joyi yo'q edi. Kirish kerak emas. Keyin masalan kunlik masalan 10 ta bitim ochgan bo'lsangiz, 10 ta bitimdan 5 tasi foydali, 5 tasi zararda bo'lsa, uyga borgandan keyin, bozor yopilgandan keyin 5 ta minus qilgan joyingizni qidirish kerak. Mana shu yerda men minus qildim, nima strategiya bo'yicha kirdim, nega minus qildim? Va ko'rinadi, ko'z ko'rinadi nima bo'lganini, miyaga uradi. Ha, bo'ldi, tushundim deysiz. Keyin o'sha narsani qaytib qilmaysiz. Lekin odam unaqa qilmaydi. Selif bo'lsa, sira shot tashlaydi, boshdan ko'taraman deydi. Yoki foyda qilsa, va shu zo'r foyda qilyaptim deydi. Nu, qaysi strategiya bo'yicha foyda, qaysi strategiya bo'yicha zarar va nimaga zarar qo'yganini hisob-kitob qilmaydi. Shunaqa e'tiborli bo'lsalar bo'ldi. Hali o'tamiz uni. Masalan, order blogni o'zi efirda emas, efirda tushuntirganman. Qo'shimcha joylari bor. O'sha har bitta detalga qarab kirish kerak. Misol uchun, oddiy order blogdan. Komoni sog'mish olib berdim. Assalomu alaykum Ahror aka. Assalomu alaykum. Kimdadir agar mikrofonni yoqib kecha soat 10 da uyda bilan bezovta qilmay deyotgan bo'lsa, past chat bor, chatdan savol bersangiz ham bo'ladi. Yo'l o'tganlar bo'lishi mumkin, ayol kishilar bo'lishi mumkin yoki uyda bola uxlayotganlar bo'lishi mumkin. Tushunaman. O'shaning uchun chat yozsanglar ham javob beraman. Nima savolingiz bor? Ahror aka, hozir 10 ta tema yozdingiz-ku, Aha. dars o'tiladigan. Shularning orasida VAX strategiyasini aytmadingiz-ku, u o'tilmaydimi? VAX strategiyasi hozir bozorda unchalik zo'r ishlamayapti. VAX strategiyasi o'rniga QMR degan strategiya bor. QMM degan strategiya bor. Quasimodo momentum degan, o'shani o'rgataman. U VAX-dan hozir ko'ra trenddaroq, VAX-dan ko'ra yaxshi trenddaroq. Ya'ni misol uchun men bitta sizga VAX-ni hozir aytaylik, men dars qo'yaman degan. Qayerda bor VAX? Mana misol uchun mana bu joyda VAX narx qisilgan, tepaga bitta yorib o'tgan, pastga tushgan. Biz buloq sifatida qarashimiz kerak, lekin bizda buloq yo'q. Bizda qo'yman bo'yicha mana mana shuni sel olishimiz kerak. Men narx imon chetida selga ketgan. Balki uni o'rgataman. Xullas, bozorda hozir trendda bo'lgan va foyda qilsa bo'ladigan strategiyalar o'rgataman. Mana mix BBMA divergensiyalarchi? divergensiya o'rgatiladi, BBM emas. Mana 2.618 dan cho't chiqdi. Xullas, men o'rgatgan strategiyalar bilan sizlarni bozorda foydaga olib chiqqan strategiya o'rgataman, bo'ldi. Sizga shu kerak emasmi? Agar bu darsga faqat BBM yoki divergensiya o'rganish uchun kirgan bo'lsangiz, alohida o'sha dars bo'lganda chaqiraman. Asosan qaysi paralarda ishlaysiz? Asosan dollar aralashgan paralarda ishlayman va eng minimal M15 time frame'da ishlayman. M5 time frame'da emas. Sniper entry'ni o'rgating. Sniper entry degani imon tochkasidan kirish. Ya'ni o'sha masalan order bookdan kirish mumkin. Ahror aka, Hop, bir minut. Past savol kelibdi, shunga javob beraveray. Sniper entry bu strategiya emas. Sniper entry bu holat. Ya'ni uchidan ushlash. Eng tochkasi ushlash deyiladi. Har qanday strategiyada sniper entry degan joyi bor, ya'ni uchidan kirish. Вот. Sniper entry degan strategiya yo'q. Masalan, mana bu order blok bo'lsa, order blok imini uchidan ushlab olsangiz, selga ketsa, bo'ldi, uchidan ushladim deysiz. Yoki Fibonacci tortib turib, qayerdan uchidan ushlab olsa, uchidan ushlab, o'sha sniper entry deyiladi. Lekin sniper entry degan strategiya yo'q. Xo'labek, kimdir savol bermoqchi edi? Ahror aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Indikatorlar bilan savdo qilish haqida nima deya olasiz? Masalan, siz o'zingiz indikatorlar ishlatasizmi? Indikatorlar bular yordamchi, ular strategiya emas. Indikator faqat sizga yordamchi bo'ladi. Bozordagi buy sell o'sha bir-biriga tafovutini ko'rsatib berishi mumkin. Ya'ni eng oxirgi yopilgan, mana oddiy psixologiya. Mana shu joydan boshlab mana bu joygacha nechta switch bo'lgan bo'lsa, mana shu switchlar ichida qizillari ko'p. Xohlasangiz sanab chiqsangiz bo'ladi. Shuning uchun nechta qizil switch, nechta yashil switch sanasangiz qizillari ko'p. O'sha qizil ko'pligi uchun ham narx past ketyapti. Va indikatorlar mana shular sanaydi. Mana shu sanaydi, uzunligini, qancha narxni yopganini hisoblab, bozorda qayrilish bo'ladimi, yo'qmi? Misol uchun, mana bu joyga kelgandan keyin ko'k bilan qizil tenglashsa va mana bu joyda o'sha ko'payish boshlasa, mana shuna bagga signal beradi. Indikatorlar shunaqa ishlaydi.
Xo'p, rahmat. U yo'nalishni aniqlab beradi. Strategiya bo'lsa, kirish zonasini aniqlab beradi. Mana shu yerda kiramiz, mana bundan kiramiz. Indikator yo'nalishni aniqlab beradi. Rahmat aka. Yana kimda savol bor? Bemalol beringlar savollar. Savollar berish tekin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'labek. Yaxshimisiz? Ismim Sharofiddin. Oldin ham kutubxonada bo'lgan bir seminarga bir qo'shilgandim. Kursda taniysiz, eslaysiz. Xullas qilib masala biz demo shotda ishlayman o'zim. Hech real shotda ishlamaganman shu vaqtgacha. Bu real shot bilan demo shotda ikki xil bo'ladi, baribir risk boshqacha bo'ladi ikkalasida. Shunda demo shotda ochishdi. Ochganimizdan keyin nimasi platformani nastroykalarini o'z vaqtida kuchliroq nastroyka ko'rsatasiz. Bir xil programmalarda kirasak, Xitoy shamchalari, yapon shamchalari deylik, o'sha hozir bu yerda qizil bilan oq bilan oq qora bo'lib qoladi. O'shalarda nastroykalarni bir tushunchasini bir o'rgatib o'rsangiz bo'ladimi yoki videosi bo'lsa bir Videosini tashlab beraman, videosini. Shunday qila Videosini qolaylik. tashlab beraman. Bu yerda nastroykasini endi u sizga nastroykani qanaqa demoqchisiz endi? Masalan, mana bunaqa kimdadir boshqacha nastroykalari. U videosini tashlab beraman. MetaTrader va TradingView platformasidan foydalanishgan videolar bor. YouTube'da ham juda ham ko'p o'zbekchasi tashlab beraman. O'shalarni ko'rib, o'rganib olsangiz bo'ladi. Nastroyka qilish. Buni ham qo'yishni ham tashlab bersangiz yaxshi bo'lardi-da. Bo'ldi. Kunlarda-ku. Rahmat. Ahror aka, 3 yil sohada yurib daromadga chiqmaslik mumkin. Masalan, 2-3 uchebni sentrda o'qib, umuman daromadga chiqmaslik. 20 tasi uchun sentrda o'qigan. Menda shunaqa holatda, men real shotga o'tmaganman, to'g'risi ham. Shuncha o'qiganman, lekin o'zimga ishonch paydo bo'lmagan umuman. Keyin o'qirganman, dalcha o'rgangan, sinab ko'rmaganman-da real shotda. Demoda sinaganman, lekin hamma o'rgatgan ko'p strategiyalar slivda chiqqanman-da, matematik hammasini hisoblaganman, istoriyadan nima bo'lmagan. Shuning uchun ishonmaganman-da oldingi o'rgatgan trader ustozlarimga. Nega unda bittasiz? Chunki sizni strategiyalaringizni nima qilganman-da, YouTubedan ko'rib, istoriyadan tekshirganman, ishlagan. Shuning uchun. Endi mana bunaqa. 10 uchebni sentrda o'qib ham bila olmaydigan, o'qimaydigan odam bo'ladi, faqatgina bitta uchebni sentrda o'qib ham o'rganadigan odam bo'ladi yoki даже YouTube'da o'rganadigan odam bo'ladi demoqchiman. Grafikdan topib, uni ishlata olish o'ziga bog'liq. Agar sizga bu grafik qiyin bo'lsa, soha sal qiyin bo'lsa, ko'proq ichida yursangiz o'rganib ketasiz. Masalan, ozg'in bolani ham bir ustachilikka berib qo'ysangiz 1 yil ishni olmaydi, lekin 1 yildan keyin o'sha ustalar qo'shilib, yeb ichib, ular yegan ovqatni yeb, o'sha kuch to'plab, keyin ustachilik o'rganib 1 yildan keyin master bo'lishi mumkin. Ba'zilar o'sha baquvvat bo'lsa, birinchi kun ustachilikka chiqqandan keyin sraz ish qilib ketaveradi. Qanchalik ko'p bozorda o'tirsangiz, qanchalik ko'p grafik analiz qilsangiz, qanchalik ko'p istoriya analiz qilsangiz, shunchalik siz ham baquvvat bo'lib ketaverasiz-da. Endi bozorga bo'lmagan ishonch psixologiya darsida gaplashamiz uni. Bu o'zi psixologiya darsida tegishli narsa. Pastda yozishibdi, razvod qanaqa aniqlaymiz, strategiyalar o'rgataman, o'shundan aniqlaymiz. Bu kirish. Biz hozir strategiya o'rgatmayapman sizlarga. Kirish. Men shunchaki haligi oddiy narsalar haqida gaplashmoqchimiz. Qanaqa? Talab, taklif, dars vaqti, gruppa turi yoki nimadir taklif, talab, mana shunaqa narsalarni kutuvdim. Hamma hozir suhbatimiz faqat strategiya yoki psixologiya, risk menejment mana shunaqa bo'lib ketib qoldi. Ya'ni kelajakda o'tishimiz kerak bo'lgan narsalarni gaplashib qo'yamiz hozir. Ularga vaqtimiz keladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dars qayta misol uchun onlayn kurslar ochilsa, to'lov qaytarilmaydigan, to'lov o'tiladigan bo'ladimi, ochiladimi yana? Yo'q. Faqat offlayn kurslaringizda onlayn kursi pulli qo'ysam, yana gap boshlanadi. Haligi pul kursni soqa qiladi, boshqa qiladi, уже ya надоело deydi ruschasiga. U menga уже yetadi menga. O'shaning uchun naborot tekin qo'yaman. Sizlar to'lagan pulni уже оборот qilish boshladim bugundan. Yaxshi daromadda. Уже YouTube kanalda mana o'zim ham ushladim. Sizlar pulni оборот qilib, foyda qilib o'zi qaytarib beraman. Shunda kursni soqa qilmagan bo'laman, sizlardan investitsiya sifatida foydalangan bo'laman. to'g'ri, tushunarli. Endi misol uchun ba'zilar
to'liq o'rganmoqchi bo'ladi, o'rganmoqchi Ana bo'lganlar shu bor. o'rgatgan narsalar sizga yetadi. Mana shuni o'zida foyda qilsangiz bo'ladi. U yoqda xavotir olmang. Hammasi inshaalloh keyingi yozda offlayn kursingizga ham boraman. Keyingi yozda endi offlayn bo'ladimi bu yoq xudodan. Hammasi. Mayli. Demoqchiman, mana shu 10 ta o'rgatilgan narsadan sizlar foyda qilsanglar bo'ladi. Bo'ladi. Xo'p, rahmat aka. Xo'p, yana kimda savol bor? Dars bo'yicha Assalomu alaykum. tashqari, ya'ni assalomu alaykum. Dars Aka, yaxshimisiz? Rahmat. Labbay. Xo'p, aka, men bu sohaga yangi edim. Shu boshlang'ich videolaringiz bormi deb so'ramoqchi edim. Kripto Binance'dan o'tgandik. Boshlang'ich bilimlar videolarim yo'q, lekin men sizga bitta kanal tashiyman. U kanalni istoriyasiga o'tsanglar, lekin o'zi media bo'limiga o'tib turib, rasmlardan, videolardan eski istoriyasiga o'tsanglar, bir 4 ta mashhur uchebni sentrda onlayn kurslar tekin tashlab qo'yilgan. Videolar. O'sha 4 ta gruppa, o'sha 4 ta uchebni sentrda hamma onlayn kursi sizga boshlang'ich bilim beradi. Yetadi. Metatrader o'rnatish, nastroyka qilish, punkt pips farqi, bitim qanday ochiladi, qanday yopiladi, boshlang'ich strategiyalar, ya'ni patronlar, trend nima, mana shunaqa narsa, broker kim, bular tushuntirilgan bunda. Bemalol ko'rsangiz bo'ladi, lekin menda unaqa narsa yo'q. Sababi auditoriyam 90% biladiganlar. Ahror aka, Bo'ladi. nima demoqchi edim hozir? Savol esimdan chiqib ketdi. Mana pastga Siz bilan masofadan turib nima qilsak bo'ladimi? Masalan, komanda bo'lib ishlasak bo'ladimi? Komandangizga qo'shilsak, shunaqa iloji bormi? yo'q. Nima deydi? Hozir masalan, offlayn kursida hamma bolalar ko'rishib realniy hayotda, masalan, gruppada nima qilib, unaqa iloji yo'qmi? Offlayn bitta dona gruppam bor xolos. Men komandamni tarqatib chunki komanda bilan biz oramizda pul muammosi bo'lgani uchun, pul muammosi degani qanaqa? Men xarajat qilganman, ulardan birisi foyda ko'rmaganman, og'ir xarajat qilish to'xtatgandan keyin ular ketib qolishgan. O'shaning uchun men komandadan zerikkanman. Umuman komanda menga kerak emas hozir. Komanda menga umuman kerak emas. Onlayn, offlayn komandadan tavba qilganman. 4 ta komanda qilganman, 4lasini xuddi shunaqa. Men xarajat qilaveraman, ular menga xarajat qilmaydi. Keyin oxir xarajat qilish to'xtatgandan keyin bo'ldi, ular ketib qoladi. Qanaqa xarajat? Investitsiya beraman, qarz beraman, arendani men beraman, yeb ichishni men to'layman, hamma choyxona, dacha pach hammasini men to'layman, lekin bir so'm pul olmayman. Oxirida oylar o'tib, bolalar endi arendaga sherik bo'ldilar deganimda o'sha ketib qolishadi. Oddiy arendaga oyiga $50 sherik bo'ldilar, ketib qolishadi. Tushuntira oldimmi? Na investitsiyani minusni qoplab berishadi, na investitsiyadan foyda qilgan pulni berishadi, просто mendan foydalanishadi. Bo'lgan shunaqa narsa 4 ta komandam bo'lgan, o'shaning uchun men o'sha komanda bilan ishlamayman. 120 oxirgi marta 7 ta bolaga $120 investitsiya berganman, общий 7 ta bolaga sliv qilishgan, foyda qilgan, endi foydasi berishmagan. O'zi oilam bor, oilam boqiy, ozgina foyda qolib, shot ko'tarib olishgan, hop kutib turganman. Keyin noto'g'ri analiz bilan hammasi kelishib bitta joydan noto'g'ri analiz bilan men o'shanda $13,000 foyda qilganimda ular sliv qo'yishgan hammasi. Men bitta-bitta o'rnishga foyda qilganman o'sha kuni. Ular sliv qo'yishgan, men yo'ligimda. Va keyin investitsiyani endi shartnoma bo'yicha qaytarib berishga yarim pulni, lekin berishmay ketib yuborishgan. Shuning uchun yetadi menga. Men komanda olmayman. O'zim ishlayman bu yoqqa. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Aka, mana onlayn darsda boshlandi, yaxshi, kirishlari ham yomon emas. Darslar o'sha 1 oy vaqt o'tib tugagandan keyin keyinchalik tushunmaydigan joylarimiz bo'lsa, sizdan so'rash imkoniyati bo'ladimi? So'rab javob olish imkoniyatlari bo'ladimi? Boshida aytdim, men guruhdan chiqib Rahmat ketaman. javobingiz Dars uchun. tugagandan keyin guruhdan chiqib ketaman. O'zingizlar bir gaplasha qilsanglar bo'ladi. Kimdir yaxshiroq tushunadi, kimdir yaxshiroq tushunmagan bo'ladi. Ya'ni sizlar bitta sinfsizlar, ikkita a'lochi o'quvchi bo'ladi. Sizlarga yordam beradi. O'zi a'lochi o'quvchilar ajrab turadi. Gruppaga signal tashiydi yoki analiz tashiydi, analizni o'qishiydi, o'zi sezib olasizlar. O'zi bir oy o'tgandan keyin bilasizlar. Keyin analiz tashlab undan so'rashlar mumkin. Palonchi aka, mana bunaqa qilib nima bo'ladi? Hamma bunaqa Aka, bo'ladi. ish qilib YouTube'da darslar to'xtamaydimi? Chiqishni? Qanaqa dars? Efirlarmi? Ha, efirlar to'xtab mana qolmaydimi? hobbi. Ana offlayn bo'lmaydi, onlayn kurslar ham bo'lmaydi. Bundan bu yog'iga deyapsiz-ku. Bo'ladi, tekin bo'ladi. Kakslar bilan xuddi shunga gaplashib o'tirgandek bo'ladi. Pulni olib qaytarib berish bo'ldi. YouTube'da ham bo'ladi, to'g'ri, unda efirlar. Va keyin bitta narsa bor. Har bitta yangi gruppamga eski gruppaga o'rgatilmagan nimadir qo'shib beraman. Shu esdan chiqmasin. Misol uchun sizlardan keyin gruppa ham onlayn o'qiydigan bo'lsa, sizlarga o'rgatilmagan nimadir qo'shib beraman. Menda xarakterim shunaqa, chunki har oy yangi strategiya qidirib topaveraman.
bo'sh vaqtim faqat shunaqa. Masalan, QMM degan strategiya bor. O'sha QMM o'xshamagan joyda naborot ko'proq foyda qilib pul marjoniga kirish strategiyasi. Bu strategiyalar sizlardan bitta oldin gruppaga o'rgatilgan, lekin undan oldin gruppaga o'rgatilmagan. Masalan, shu paytgacha bir 30 ta yo 40 ta gruppa o'qitgan bo'lsam, ikkitasiga o'rgatilgan. Oxirgi o'rgatgan gruppam onlayndagi va sizlar. Aka, bu bilimlar bilan 2-3 yil daromad qilsak bo'ladi, to'g'rimi? O'zingizga bog'liq yo oylab pul topgandan keyin bo'ldi, men уже boyman, уже hamma narsa menga mumkin desangiz, uni bilmadim endi. U o'zingizga bog'liq. Strategiya foyda beradi. Lekin uni strategiya ishlashdan to'xtamaydi. ha, strategiya ishdan to'xtamaydi. No, siz foyda qilganingizdan keyin o'sha strategiya qaramasdan olib bitta ochaman, qaysi tomonga yursam ozga foyda qilib yopib yuboraman deb qoladi odam, o'sha grafikda zerikib. Masalan, aniq turgan bo'lsa, bundoq tushib ketayotgan bo'lsa, bo'lmadi, sel qilaman, hozir pastga tushadi, foyda qilaman, bitta tepaga ketib qolsa, minus qo'yadi. Strategiya yo'q qoladi o'sha. Chunki odam o'ziga ishonch yo'q qoladi. Masalan, men bitta foyda qilgan, men bitta foyda qilgan, bittadan foyda qilgan, bitta foyda qilgan, foyda bo'lib kelgandan keyin bozor flat holat bo'lib qolsa, deydi, bitta ochaman, yuradi deydi. Shuni ketib qoladi. Ahror aka, Labbiy. men o'rgatgan strategiyalar asosan dollarda ishlaydi deganingiz, CAD va AutoGPY paralarda ham ishlaydimi? Ularda ishlaydigan strategiyalar alohida. Uni o'sha strategiya o'tgan paytda aytaman, men bu strategiya mana bunda ishlaydi. Aytib ketaman. Menda ham strategiya to'g'risida edi aka. Men oldin kriptoda ishlaganman. Bular kriptoda ishlaydimi yo'qmi, siz o'rgatmoqchi bo'laysiz? Hozir hali aytdim-ku. Hali aytib ketdim-ku. Biz forex ishlaymiz, kriptoda aksiya bozorida ishlatmaymiz, faqat shuni ishlaymiz. Kimdalar yozadi, Bitcoindan zo'r ishlayapti aka strategiyalar deydi. Lekin men Bitcoin analiz qilmayman, ko'rmaganman, shuning uchun ishlaydi deya olmayman. Chunki bir QMda bir uni YouTube'da o'rgatganingizni sinab ko'rdim. Bo'lmaganda, demak ishlamasgan deb o'yladim. Men ularga javob bermayman, faqat shu forexga javob beraman, forex bo'yicha ishlayman, forex bo'yicha o'rganganman. Aka, Ahror aka, sizda MFF bilan rasmiy shartnoma nima bormi? Rasmiy shartnoma partnerlik programma deyiladi, bor. Masalan, pulni to'lasak shot olib berish, uni muammolar bo'lsa shunday uni proof kompaniya darsida gaplashamiz uni. Uni proof kompaniyalar darsida gaplashamiz. Xo'p, rahmat. Ahror aka, Bo'ladi. ana bu strategiyalar borku, mana misol uchun o'zim 2-3 yildan beri sohaga shekilli. Nima deysiz? 3 yildan beri shu sohaga shekilli deyman. 3 yil? 3 yil. Efirlardan ko'rgandim. 1 yil. 1 yil, Arotrade ochilganiga 1 yil bo'ldi iyulda. Birinchi ishlatgan strategiyalar borku, misol uchun shu hozir ishlaydimi endi deganim savoliki, strategiyalar srogi qancha vaqt keladi demoqchiman. Strategiyalar srogi qancha vaqt keladi? Endi baribir strategiyalar srogi bo'lmaydi. Ko'pchilik aytadi-yu, strategiyalar o'zgaradi. To'g'ri, o'zgarib turishi mumkin, joy katta emas. Bozor talab bilan taklifdan bog'liq xolos. Har qanaqa strategiya talab taklif ustiga qurilgan. QM, VAC, razvorot, switchnoy analiz, SMC, order block, imbalans, bular hammasi talab va taklif o'rtasiga qurilgan. Bo'ldi. Uni o'tamiz. Talab taklif zonalariga qurilganini o'tamiz. Tushundim. Ahror aka, Labbiy. o'zingizni bir strategiya bor ekan-ku, martingel bilan bog'liq. Shu haqida bir ozgina Uni dars o'tamiz uni, dars o'tamiz uni. Uni dars o'tamiz. Assalomu alaykum. Xo'p, Labbiy. Aka, YouTube'da ko'rgan edim, ko'rsatganingiz scalping strategiya bo'yicha H1 bilan M5 izini buzib o'tib ketgandan keyin uni o'tamiz. Switchnoy analiz darsida o'tamiz uni. Yo'q, o'tamiz. Hozir o'sha sizdan o'rganganim bo'yicha plusdamanda. O'shanda aytganingiz, masalan, izini buzib o'tib ketmaganda, undan keyingi candle anaqa kichkina bo'lib qolganda ona bola nima qilish kerak? Ona bola bo'lib qolganda o'tamiz. Nima qilish kerakligini
darsda o'qiydiganlarga o'rgataman degan edingiz, u o'rgatiladi bu Ha, kursda. o'rgatiladi, ular o'rgatiladi. Bo'ldi, rahmat aka. Bo'ldi. Ahror aka, bitta efiringizda, YouTube'dagi efiringizda primoy efirda anaqa bitta parani bir-biriga ko'paytirib, USD JPY bilan out JPY edi menimcha. Bir-biriga ko'paytirib, ha, o'sha strategiyani formulasini qayerdan topsam bo'ladi? Internetda bo'lsa kerak menimcha. Rahmat. Internetda bo'lishi kerak. Qidirib ko'ring. Ahror aka, Bo'ladi. bir narsa so'ramoqchi edim. O'zingiz ko'proq kimni darslaridan o'rgangansiz, misol uchun? Man YouTube'ga kirganman-da, Forex strategy deb yozganman ruschasi, inglizchasiga. Chiqqan любой videoni ko'rib ketaverganman. Ko'proq kimdan? Yo'q, Qaysi ismini trader? endi bilmayman-da uni ismini. Masalan, YouTube deb qidiraman, strategiya deyman, bittasi oz-noz pullarni ko'paytirib moshina Bugatti o'tirgan bo'lsa kirib ketaverganman. Uni ko'rganingizdan keyin pastda reklamalar yana chiqaveradi. Kirib ketaverganman, lekin kanal nomini ham ularni qaramaganman. Hindlar chiqqan, qanaqadir malayziyaliklar chiqqan. Ko'rib Til bilib o'rgansa tez o'rganadi, juda ham yaxshi o'rganadi. Nima bo'lsa? Til bilsa, ingliz tili, rus tilini yaxshiroq bilsa, ha. ustoxon zo'r o'rganadi. Da. Rahmat. Mayli, charchamang. Kimda savol bor yana? Ahror aka, yana onlayn va offlayn kurslar bor hozir sizda. Yana qanaqadir kurs bo'lgan ekan. Unda bolalar foydaga ham chiqishgan ekan. O'sha kurslarni nega ochmayapsiz? Qanaqani? Individualniy kurslar bo'lgan shekil sizda ham. Individual kursmi? Individual kurs bo'lgan. Individual kursdan yaxshi foyda qilganlar bo'lgan. Faqat manaqa narsa, individual kursdagi bolalarni ham komandaga qo'shib qo'ygan, mana aybim bo'lgan. Ularga alohida shug'ullanishim kerak bo'lgan, lekin men ularni komandaga qo'shib qo'yganman adashib. Komandaga qo'shib qo'yganim uchun komandaga bolalarga qo'shilib, ular ham ozgina ayniganda o'shaning uchun. Ba'zi bitta individual o'quvchim bo'lgan, dars tugaguncha masalan $5000 o'sha payt $5000 pul to'lab o'qigan. $1000 o'zi shot qilib berganman, 4000 olganman. Dars tugaguncha 9000 ishlagan. Faqat newsdan ishlagan. News zo'r tushunmagan, har bitta newsga kirib turib soqqani qilavergan. Keyin bo'ldi, men boshqa narsa kirmayman, menga strategiya kerak emas, faqat newsga kiraman deganda kiravergan. Masalan, 10 ta darsimiz bo'lishi kerak bo'lsa, bir 6-darsda fundamental o'tilgan. Undan keyin orada anaqa bo'ldi, men Andijonga ketdim, bir hafta dars bo'lmadi. Ular sal cho'zildi darsimiz. Oxirgi 2 ta dars o'tmaganman unga. Oxirgi 2 ta dars, ya'ni order blocking balance plus anaqa rismli psixologiya darsi bor edi, uni o'tmaganman. Uje kelmay qo'ygan darsga. Telefon qilib, "Men kelmayapsam, uje men foydalanaman, 9000 yechib oldim uje" deb menga yetadi. Kerak emas qolgani deb shu bilan soqa qilib yurgan. Lekin har bitta news telefon qiladi. Har bitta news chiqishni olib aytadi. "Ustoz" deydi, "Hosil ketadi" deydi. "Qattan bilsan, bildim-da" deb qo'yadi. Shunaqa. Masalan, YouTube kanalda ham, CPI da ham, Jolts da ham oldina qatga yurishni aytdi. Yurdi o'shdan. Dars yurgandan keyin hozir qaytadi dedik. Deyishimiz bilan qaytdi. Bo'ladi. Ahror aka, anaqa eski videolaringizda ko'rganman-da. O'sha VTI'da bitta bir videoni chiqargan. Bitta bola ish qilib soat 6:00 dan 8:00 gacha bo'lgan vaqtda bir nimani sezib qolgan deganmiz. Shunga hozir shu strategiya ishlaydimi, ishlamaydimi? O'shani ko'p kuzataman. Ishlaydi. Bir vaqt qarasam 17:00 ga to'g'ri ko'p qoladi 4 soatlik time frame da. Soat u qishki va yoz vaqtiga bog'liq. Yozgi vaqt 17:00, qishki vaqt 18:00 bo'ladi. Tushunarli aka, rahmat. Menimcha hozir dars tashqari savollar juda ko'p ketib qoldi. Bugungi kirish qismi bo'yicha savollar bormi? Bugungi dars bo'yicha, dars deganim qanaqa? Dars o'tilish jarayoni, dars o'tilish tizimi, guruh, dars vaqti bo'yicha savollar yo'qmi? Yo'q, hammasi yaxshi.
Hamma shu vaqtga rozi bo'lsa kerak agar. Menimcha rozi bo'lsa kerak, sababi 30 odam kirdida, to'rt chiqib ketib qoldi, yana qaytib kirmoqchi bo'ldi, chiqib ketib qolib boshqa qilib yurishibdi. Keyingi darsgacha Zoom'ni o'rganib olishadi. Menimcha Zoom'ni birinchi marta ustunovka qilib, birinchi marta kirishadi. Tak. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Ya'ni sizlar bilan tanishib, bozor razil tushuncha berib, nima mavzu o'tishimiz kerakligini, boshlang'ich sizlar bilan yig'ilish qilishim kerak, mana shundan iborat edi. Hamma strategiyalar, risk menejment darslari, psixologiya, pro kompaniya, strategiya, broker hammasi sekin-sekin o'rgatiladi. Hammasini og'zimizga 5 barmoq tiqib olmaymiz. Bitta-bitta yaxshilab chaynab hazm qilib yutamiz. Kelishdimi? Ahror aka, Labbiy. bitta yana iltimosda, masalan, har darsni videosini o'zingiz gruppaga tashlab berib turish imkoniyati bo'ladimi? Sababi Shunaqa qilamiz o'zi. Kimnidir o'sha dars kuniga ish chiqib qolishi mumkin, birov shunday darsga qatnashib boshi tushuntirdimmi shuni? Zapis bo'ladi. Har bitta dars zapis bo'ladi, har bittasi gruppaga tashlanadi. Pin qilib qo'yaman, pindan topib olasiz. Bo'ldi. Rahmat. Har bittasi HD formatda, o'rtacha 300-400 megabayt, ba'zida 200 megabayt bo'ladi. Bemalol doska ham ko'rinadi, ovoz ham eshitiladi, tiniq ko'rinadi, повтор ko'ruvchilik bo'ladi. Savol javobli joylar ham qolinadi, videoga zapslar faqat dars o'zi bo'lmaydi demoqchiman-da. Men savol javob bo'lyapti, qo'shimcha darsdan tashqari bilayman. Umuman bilishmayman. Bo'ldi. Cho'zilib ketmasa bo'ldi, chunki kirolmagan odamlar zerikadi-da o'sha. Bo'ldi, rahmat. Ahror aka, Labbiy. mana o newslarda aytdingiz-ku, qaysi tomonga ketishini o'quvchim bilardi dedingiz-ku, o'sha qaysi tomonga ketishini bizga ham oldindan aniqlashni o'rgatasiz. Strategiyaga qarab aniqlaysiz. Strategiyasi razvorat joyini ham aytdingiz-ku, mana shu yerdan razvorat bo'ladi dedingiz, haqiqatan bo'lgan. o'sha strategiyalar yetadi. Texnik analiz bilan fundamental analiz ishlaydi, teng ishlaydi ular. Yana bitta narsani so'ramoqchi edim. Bir vaqtda o'ziga 2-3 ta strategiya birdaniga ishlashi yoki bitta strategiya ikkinchi strategiyaga qarshi bo'lishi ham mumkin-a? Mumkin, ularni o'sha darsda tushuntiraman. Mumkin. Akajon, signal kanalida ishlashga qanday qaraysiz? Ya'ni, masalan, o'rgandik ham, просто masalan, ular ko'rmagan, biz ko'rmagan joyda ular ko'rsa, signal kanalida sizga analiz qilib tashlanmaydi. Просто buy sell deb beradi xolos. Agar analiz tashlaydigan bo'lsa, bu yaxshi, nimadir o'rganasiz. Lekin просто buy sell deb siz unga manqurtib qolasiz. Agar signal kanal nimadir yopilib qolsa, bo'ldi, siz foyda qila olmaysiz. O'shaning uchun o'z ishlashga o'rganishingiz kerak. Kerak bo'lsa, kanallar bilaman, analiz bilan tashlaydi-da. O'sha order block joyidan boshlashdan. Ha, unda ishingiz bo'ladi. Agar zonalar chizib, mamtdan ketadi desa, unda yaxshi. Savol qolmagan bo'lsa, bugungi darsimizni yakunlab turamiz. Keyingi dars sizlar bilan payshanba soat 10:00 da bo'ladi. Bugun darsimiz qisqaroq, chunki kirish qism. Payshanba kuni darsimiz 1,5 soatdan 2 soatgacha davom etadi. Kelishdimi? Xo'p bo'ladi aka, rahmat. Hammaga xayrli tun, yaxshi dam olinglar. Tanishganimdan xursandman. Rahmat, charchamaysiz. Sog' bo'ling. Yaxshi dam olinglar. Rahmat aka. Rahmat aka. Bilan